Andijon agronomiyasining yana bir tajriba maydoni. Bu dalada g'oya ham pishmoqda. Gap shundaki, mamlakatimiz g'alla mustaqilligiga erishib bo'ldi. Keyingi qadam sifatda ildamlab eksportga marra deya odimlayotgan olimlar an'anaviy bug'doydan 1,5 barobar ko'p hosil olish ustida tajriba boshlagan. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti huzuridagi o'quv tajriba xo'jaligi yangi bosqich 3 gektarli sinov maydonida barg orqali oziqlantirishning yangi usuli ketmoqda. Vazifa sifat, samaradorlik, raqobatbardoshlik, eksport. Olinayotgan hosilda 50% dan ortig'i bevosita o'simlikning naviga bog'liq bo'lsa, qolgan 50% ga yaqini, demak, qo'llanayotgan agrotexnika, xususan mana shu mineral o'g'itlar hisobiga shakllanadi. Kuzgi bug'doy dalalarimizda egatlab sug'orish bilan birga ana shu o'simlikka bevosita bargidan oziqlantirish hisobiga ikkalasini uyg'un holda qo'llaganimizda, demak, hosildorlik o'g'it qo'llanmagan yoki faqat mineral o'g'it qo'llangan holatlarda hisobiga, demak, 1,5 barobar ko'proq hosil shakllanishiga erishish mumkin. O'rtacha hosildorlik mana shu O'zbekiston sharoitida hozir 50-60 sentner kuzatilayotgan bo'lsa, bargidan suspenziya orqali qo'shimcha uyg'unlashgan holda qo'llaganimizda, demak, 70-75 sentnergacha ko'tariladi. Bizi dalalarimizdan hozirgi kunda o'g'it qo'llamasdan hosil olish imkoni kam. Buning uchun o'ziga yarasha shart-sharoitlar shakllangan bo'lishi kerak. Ya'ni tuproqlarimizni birinchi navbatda unumdorlik darajasi, mana shu iqlim sharoitimiz, mana shu omillar eng muhim omil bo'lganligi uchun, ya'ni o'g'it qo'llamasdan yoki mana shunday biostimulyatorlar qo'llamasdan turib, demak, yuqori hosil, o'z navbatida sifatli hosildor shakllanishi bizning iqlim sharoitimizda kuzatilishi qiyinroq. O'zi umuman tajribalarimiz o'g'it bilan bog'liq bir necha yillardan beri amalga oshirib kelyapmiz. Oldingi yillari mana shu fosforli, azotli o'g'itlarni sinagan bo'lsak, bu yil mana shularga uyg'un holda, demak, bargdan ozuqa yo'nalishida ham, demak, tajribalarni olib boryapmiz. O'zbekiston sharoitida yoki Farg'ona vodiy mintaqasida xuddi siz qo'llayotgan loyiha singari boshqa tadqiqotlar ham kechganmi? Ularda, ya'ni hosildorlik o'sha sentineri 75, 80, 90 ga olib chiqilgan alternativ variantlar bormi? Yoki sizlar birinchimisiz? Albatta, endi hozirgi kunda bargdan qo'llanayotgan ozuqalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar juda uzoq yillardan beri bizning mintaqa sharoitlarimizda ham olib boriladi. Endi bizni yo'nalishimizning ilmiy yangiligi o'zi mana ma'lumki, turli qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishtirishda o'g'itlarning turlari ham har xil. Endi mana shu biz yangi turdagi mahsulot bilan o'zimizni sinov ishlarimizni olib boryapmiz. Bizni tajribamizni u yo'nalishdagi afzallik tomonlari mana shu o'g'it qo'llanayotgan mineral o'g'itlarimizni ham samaradorligini oshirib berishga qaratilgan. Ya'ni biz qo'llayotgan mana shu stimulyator bargdan ozuqalarimiz yoki bevosita ana shu o'g'itni o'ziga aralashtirilayotgan suyuq o'g'itlarimiz, qo'llanayotgan mineral o'g'itlarimizni ham samaradorlik ko'rsatkichlarini oshirib, bevosita hosildorlik ko'rsatkichlariga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bitta ko'chatda qancha bosh bo'ladi, qancha bosh chiqaradi? Uni bitta boshda bug'doylarni soni qanaqa bo'ladi an'anaviga nisbatan? Rejangiz bormi? O'zi mana shu hosil strukturasi deyiladi, siz aytgan jihatlar, ya'ni qo'llanilayotgan umuman barcha omillarni mana shu hosil strukturasiga qanday ta'sir o'tkazayotgani. Xususan bizni mana shu biostimulyatorlarni sinash jarayonidagi tajribalarimiz ham mana shu o'simlikdagi maydon birligidagi ko'chatlar soniga, mahsuldor, ya'ni boshoq chiqargan, demak, poyalar soni, xususan ana shu poyadagi boshoqlar soni kabi ko'rsatkichlarga qay tarzda ta'sir ko'rsatganini ana shu hisob-kitob ishlarida olib boramiz. 1 metr kvadratdagi ana shu boshoqlar soni va boshoqlardagi don soni kabi ko'rsatkichlar sanab, hosildorlik, ya'ni daladagi ma'lum maydondagi hosil qancha tarzda shakllangani hisoblanadi. Endi bizning natijalarimizda bu ko'rsatkichlar, demak, 1 metr kvadratda, demak, ko'chatlarimiz soni 550-600 tagacha bo'lishini
tub sonini, boshoq chiqargan ko'chatlarimiz soni mana shu 650-700 tagacha sonda shakllanishini prognoz qilib boryapmiz. Endi bu hali kuzatuv ishlari mana endi bug'doylarimiz boshoqlash fazasiga kirdi. Bularda bu kuzatuvlar endi amalga oshiriladi. Biz havo isib ketdi deganimiz bilan agronomlar buning aksini aytishmoqda. Bahor nisbatan iliq, ob-havo beqaror kelsa, bug'doy hosildorligi tushar ekan. Bargdan oziqlantirishning yangi usuli esa hayotiyligini ko'rsatmoqda. Bunda o'simlik oziq moddalarini to'g'ridan-to'g'ri o'zlashtiradi. Hosil kechikmaydi, yo'qotishlar kamayadi. Eng muhimi, o'simlikda tabiiy immunitet hosil bo'ladi. Endi himoya uchun kimyoviy vositalar kamroq kerak bo'ladi. O'simlikning o'zi kurashadi. Bu sharoitda imkon qadar takroriy ekinga ulgurib qolish masalasi bor. Ayniqsa ob-havo biroz salqin kelgan bu yilgidek, bu mavsumdek kezlari imkon qadar hosilni tezroq pishishiga erishib qolishda yangi usul shunga yordam beradimi? Albatta, qo'llanayotgan agrotexnikalarimiz mana shu o'simliklarda vegetatsiya davriga ham o'z navbatida ta'sir ko'rsatadi. Xususan mana shu biostimulyatorlar orqali tajribalarimizda ham mana shu vegetatsiya davrini imkon qadar qisqa hamda tezroq hosil shakllanishiga erishish kabi maqsadlar ham ko'zlangan. Endi bu yangi usulni, ya'ni bargidan oziqlantirish loyihasini erta pishar, kech pishar navlarga ham tatbiq qilsa bo'ladimi? Albatta, hozirgi kunda bu yerda nav yo'nalishida emas, mana shu biostimulyatorlarda turli xillari yo'nalishida tajribalar olib borilgan. Endi keyingi tadqiqotlarimizda mana shu biostimulyatorlarimiz ichidan eng yaxshilarini navlar yo'nalishida ham sinab, mana shu fermer klasterlariga tavsiya berish rejalashtirilgan. Hozir qaysi navni ustida sinab ketyapti? Hozir ushbu dalamizda, demak, gurt navi ustida tadqiqot olib boryapmiz. Ustiga ustak bu ish an'anaviy egatlab o'g'it berish bilan birga olib borilmoqda. Asosiy yangilik shunda. Dehqonchilikda ham muvozanat zarur. Ildiz orqali berilgan ozuqa poyani kuchaytirsa, bargga purkalgan suspenziya o'simlikning ichki immun tizimini uyg'otadi, yashash irodasini oshiradi deydi mutaxassislar. Bu yangilik xalqni sifatli un bilan, sog'lom non bilan ta'minlash uchun. Bu yurt fermerlarini xalqaro bozorga olib chiqish uchun. Suspenziya usuli bilan egatlab o'g'it berish usulini uyg'un holda olib borilganda o'simliklarni kasallikka qarshi chidamliligi an'anaviy usulga nisbatan qanaqa bo'ladi? O'zi o'simliklarda bevosita aytib o'tamizki, u ham tirik organizm, o'simlik ham. Ya'ni o'ziga yarasha unda ham demak immunitet shakllanadi. Endi kuchli organizm bevosita tashqi muhit omillar ta'sirlariga ham ancha chidamli bo'ladi. Xususan mana shu mineral o'g'itlar bilan yoki biostimulyatorlar bilan yetarli darajada oziqlantirilgan holatda ana shu kasallik zararkunandalarga ham chidamliligi yuqori bo'lishi kuzatiladi. Eksportga chiqadigan davlatlar oldiga bugungi kunda jahon bozorida qo'yilayotgan talab hosildorlikdan ham ko'ra inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan ekologik prinsiplar asosiy planga chiqyapti. Atrof muhitga imkon qadar ishlab chiqarishda yoki mahsulot yetishtirishda kam ta'sir ko'rsatadimi, yo'qmi? Shu savolni qo'yishyapti va bozor ham shu talablarga javob bera olishi kerak. Bugun Andijondagi olimlar bu raqobatga ham tayyormi? Albatta, mana oxirgi yillarda ana g'allachiligimizdagi o'tkazilayotgan islohotlarni kuzatiladigan bo'lsak ham, mana shu g'allachilikda hosildorlik, hosil sifatini oshirish bo'yicha yurtboshimizni, umuman hukumatimiz bir qator qaror farmonlari chiqdi. Ya'ni bevosita bu fermerlarda ana shu g'alla yetishtirishga yana ham jiddiy jahd qilishlariga shu sabab bo'lyapti. Xususan mana shu ekologik toza mahsulot yetishtirish yo'nalishida ham aynan bargdan qo'llaniladigan shu biostimulyatorlar orqali ishlov berish yo'nalishida dronlardan foydalanishni yo'lga qo'yilganini misol qilishimiz mumkin. Dronlar yordamida mana shu dalaga kirmagan holda o'simliklardagi holatni monitoring qilib olib borish mumkin. Bundan tashqari bevosita ana shu o'simlikka barglar orqali ham suspenziya ko'rinishida ishlovlarni amalga oshirish mumkin bo'ladi.
Xorijning serhosil lalmi navlarini mahalliy iqlimga moslashtirish harakati ham boshlangan. Sharoitga mos, zararkunandalarga chidamli, ekologik toza navlar yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar institut laboratoriyalarida, so'ng dalalarda davom etmoqda. Buni iqlimga mos, kamyob, betakror navlar yaratish yo'lida olib borilayotgan ilmiy front desa ham bo'ladi. Keyingi qadamimiz eksportga chiqish, dunyo bozoriga chiqishda, lekin tan olish kerak, dunyo bozorida sifatda oqsab qolamiz, chunki ularda lalmikor dehqonchilikdagi hosildorlik o'z-o'zidan sug'orish usulidagi hosil yetishtirishdan ancha sifatli bo'ladi. Bu Albatta. buni nima deydi? Olimlar belgilamaydi, buni tabiat o'zi belgilaydigan sifatda. Albatta. Lekin o'sha sifatga yaqinlashish uchun biz nimalar qilishimiz kerak? Eksportbop bug'doy yetishtirish yoki un mahsulotlarini yetishtirish uchun biz imkon qadar biologik vositalardan, demak, inson, tabiat, foydali hasharotlar uchun zaharsiz bo'lgan moddalardan foydalanib, agar biz dehqonchilik qiladigan bo'lsak, jumladan bug'doy yetishtiradigan bo'lsak, buni eksport bobligi ancha yuqori bo'ladi. Sabab bugungi kundagi jahon bozorida talab ham eng asosiy talablardan biri shu, demak, toza biologik sof mahsulot yetishtirishga qaratilgan. Oliygohda bu bo'yicha ilmiy potensial bormi? Baza bormi? Albatta, olimlar tomonidan hozirgi kunda institutda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar, ayniqsa biologik vositalardan, mikrobiologik preparatlardan, biolaboratoriyalarda ko'paytiriladigan biomahsulotlardan to'g'ri, tizimli foydalanib, qishloq xo'jaligi ekinlarini, jumladan bug'doyni hosildorligini saqlab qolishga alohida e'tibor qaratilyapti va shu bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Agar mana shu tadqiqotlar borasidagi bug'doy jahon bozorida 5 balli shkalada baholanadigan bo'lsa, ekologik tozalik jihatdan necha baho qo'yishadi? Biz hozir siz ta'kidlagandek 5 ballga yetmasak ham, lekin bizni olib borayotgan ilmiy tadqiqotimiz, erishilayotgan natijalarimiz 4 baho bilan baholansa bo'ladi deb o'ylayman. Ekologik toza mahsulotlar odatda hatto shu o'g'it qo'llashdan tortib, to begona o'tlarga qarshi qo'llaniladigan gebitsidlar yoki kasalliklarga qarshi qo'llaniladigan fungisidlar, zararkunanda hasharotlarga qarshi qo'llaniladigan insektitsidlar hammasi hisobga olinadi. Ekologik toza mahsulotlarda yetishtirishda tabiiy, faqat bargidan oziqlantirishda foydalaniladigan o'g'itlar va albatta yetishtirilayotgan hosilda kimyoviy moddalardan xoli qilib yetishtiriladi. Kimyoviy moddalardan xoli qilib yetishtirilgan bug'doylarda yoki qishloq xo'jaligi ekinlarida hosildorlik biroz pastroq bo'lishi mumkin, lekin sifati uni ancha yuqori bo'ladi. Bug'doy o'z kuchini shunchaki o'g'itdan emas, uni qaysi vaqtda, qanday usulda olganidan topadi. Sinov shuni ko'rsatmoqda. Bargdan oziqlantirish egatlab berilgan ozuqa bilan birgalikda hosilning ko'zini ochadi. Bu harakatni yerda o'sgan g'allani eksportga aylantirish, xalqaro talablar bilan bellashish, urug'dan milliardlik mahsulot olish, sanoat uchun boshqa turdagi qo'shilgan qiymat yaratish yo'lidagi orzu emas, aniq reja deyish mumkin. Ilmiy tadqiqotlar institutni emas, bir viloyatning ham emas, butun yurtning non siyosatida yangi sahifa. Bug'doy endi nafaqat yerdan, balki bilimdan karrasiga o'smoqda.